Huquq-targ'ibot idoralari xodimlari tomonidan poytaxt hududida giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanib kelgan yashirin laboratoriya faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida Toshkent shahridagi ijaraga olingan xonadonlardan birida maxsus qurilmalar va kimyoviy moddalar yordamida zaharli moddalar tayyorlangani aniqlangan. Mamlakatimizdagi kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish doirasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida poytaxtimizning Sergeli tumanida narkolaboratoriya fosh etildi. Xususan, Toshkent viloyatining Chinoz tumanida yashovchi 2003-yilda tug'ilgan shaxs ko'p qavatli uylardan biridagi xonadonni ijaraga olib, narkolaboratoriya tashkil etgan va psixotrop moddalar tayyorlash bilan shug'ullangan. Kun holatda ichidagi yo'lrog'i buni bo'shatib ichida mana shunga tayyorlaydigan. Tayyor qadoqlangani bu mikseri aralashtiradigan. Tarozisi mana. Bu kislotasi mana. Qayerdan olgansizlar bularni? Nima bo'ladi? Shu shunga ta'sir qiluvchi moddalar. Tezkor tadbir davomida ushbu manzildan umumiy qiymati 4,5 milliard so'mga teng bo'lgan 3,5 kilogramm pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi, 20 litr suyuq va 25 kilogramm kukun ko'rinishidagi prekursorlar, shuningdek ularni tayyorlash va qadoqlashda foydalaniladigan anjomlar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Bundan tashqari narkolaboratoriyada kimyogar bo'lib ishlovchi yana bir chinozlik fuqaro ham ushlandi. Aniqlanishicha, mazkur shaxslar dastlab Telegram messenjeri orqali faoliyat yurituvchi narko do'konda kladmen sifatida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanishgan. Keyinchalik esa jinoiy guruh rahbarlarining ishonchiga kirib bevosita ajal og'usini tayyorlashga jalb etilishgan. Holat yuzasidan narko savdogarlarga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.